Yaqinda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Jizzax viloyat bo'limi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Hozir shu haqda. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari, matbuot xodimlari, targ'ibotchilar hamda ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etdilar. Anjuman avvalida ishtirokchilar Jizzax davlat pedagogika universiteti qoshidagi Qatag'on qurbonlari muzeyida bo'lishdi. Ularga muzey direktori Baxtigul Ergasheva tomonidan muzey faoliyati, o'zbek jadidchilar hamda Qatag'on qurbonlari hayoti va taqdiri haqida batafsil ma'lumot berildi. Ushbu tashrif ishtirokchilarda tarixiy xotira va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamladi desak xato bo'lmaydi. Shundan so'ng ishtirokchilar ma'naviyat va ma'rifat markazida yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, texnik jihozlar bilan yaqindan tanishdilar. Keyingi manzil Jizzax davlat pedagogika universitetining axborot resurs markazi bo'lib, barcha yig'ilganlar markaz faoliyati, bu yerdagi mavjud imkoniyatlar va kitobxonlar uchun yaratilgan qulayliklar bilan tanishdilar. Tadbirning asosiy qismi markazning majlislar zalida davom etdi. Unda bo'lim rahbari Iqboloy Umarova tomonidan tizimda olib borilayotgan ma'naviy va ma'rifiy ishlar, amalga oshirilgan loyihalar sarhisobi hamda kelgusidagi istiqbolli rejalar haqida yig'ilganlarga atroflicha axborot berildi. Yana bir narsani aytmoqchimanki, mana shu 40 sonlik qaror bilan aholi soni qaysidir tumanda 200 mingdan ortgan bo'lsa, o'sha tumanga qo'shimcha yana bitta yetakchi mutaxassis qo'shib berildi. Bu Sharif Rashidov tumanida bizda hozircha ikkita mutaxassis, bitta bosh, bitta yetakchi. Mana shahar aholisi bu yil 200 mingdan oshdi. 2026-yilga kelib yangi reja qilib qo'yibmiz, yana bitta xodim olishdi. Bugungi kunda Jizzax viloyatida qanday tartibda ma'rifat targ'ibotchilari tomonidan olib borilayotgan ishlar nazarda tutildi. Bir qancha loyihalar, bir qancha o'sha video roliklar, kontentlar, bir qancha mana shu yoshlar o'rtasida bo'ladigan kitobxonlik savodxonlari targ'ib qilinyapti va mana shu loyihalar, tanlovlar asosida bir qancha olib borilgan ishlar smetalari tasdiqlangan ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Nima uchun? Chunki bugungi kunda yoshlarga, aholiga, mahallaga, yurtimizda bo'layotgan juda ham keng qamrovli kontentlar olinyapti va bular ichida ham aynan yoshlar, oila chetda qolib ketgani yo'q. Aynan bular ham mana shu asosda olib borilgan ishlar haqida ma'lumotlar berishdi. Matbuot anjumani davomida yangi nashr etilgan kitoblar ko'rgazmasi ham tashkil etilib, ishtirokchilarga tanishtirib o'tildi. Shuningdek, tadbir davomida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Jizzax viloyati bo'limi rahbari Iqboloy Umarova qalamiga mansub O'gay taqdir nomli qissasi matbuot anjumani ishtirokchilariga sovg'a qilindi. Ushbu matbuot anjumanimiz 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar va 2026-yilda amalga oshirilishi reja qilingan istiqbolli loyihalar to'g'risida bo'ldi. Juda keng qamrovli tarzda ushbu anjumanni tashkil qilib, o'ylaymanki, mana shu yig'ilganlarda jurnalistlarda bizni Ma'naviyat ma'rifat markazi viloyat bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kerakli darajada ma'lumotlarga ega bo'lishdi deb o'ylayman. Savol-javob, qizg'in bahs-munozaralar ostida o'tgan mazkur matbuot anjumani hududda olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlarning samaradorligini namoyon etish barobarida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.